Shu 3 ta narsani zudlik bilan qilsangiz, hayotingizni saqlab qolishingiz mumkin. Men hozir burun qonashini 3 ta yo'l bilan to'xtatishni va 3 ta narsani qilmaslik kerakligini video davomida aytib o'taman. Birinchi qiladigan ishingiz burun qonaganda o'tiring va boshingizni oldiga engashtiring. Bu holda o'tirganda burundagi qon oldiga, ya'ni tashqariga to'sqinliksiz chiqib ketishlikka yordam beradi va burundagi qon orqaga, oshqozonga, tomoqqa ketib qolishligidan saqlaydi. Agar qon oshqozonga, tomoqqa ketadigan bo'lsa, ko'nglingizni yomon qilib, ko'nglingizni aynitib, xushlikka olib kelishi mumkin. Ikkinchi qiladigan ishingiz burun qanotlarini 10 daqiqaga mahkam qisib o'tiramiz. 10 daqiqa. 10 daqiqa orasida burnimdan qon to'xtadimi, yo'qmi deb tekshirish shart emas. Ya'ni 10 daqiqa ichida burnimdan qon to'xtadimi, yo'qmi deb ochib tekshirmoqchi bo'lsangiz, ya'ni tromb bo'layotgan sosudlar, ya'ni tomirlar yana ochilib, yana qonashni boshlashi mumkin. Shuning uchun burunni 10 daqiqa qisib o'tiramiz. Uchinchi qiladigan ishingiz salfetkaga o'ralgan, ya'ni lattaga o'ralgan muzni burunga qo'yamiz. 10 daqiqa muzni qo'yib o'tiramiz yoki sovuq suv, muzdek suvda burunni chayamiz. Bu sovuq narsa burundagi qonayotgan tomirlarni toraytirib, qonni to'xtatishlikka yordam beradi. Burun qonaganda 3 ta qiladigan xatolaringiz va bularni qilmaslikni tavsiya qilaman. Birinchisi, boshni orqaga tashlash. Juda ko'pchilikni qarayman, boshini orqaga tashlab bunday qilib turadi. Bu burundagi qonni orqaga ketishlikka yordam beradi va oshqozonga tushib, ko'nglingizni aylantirib, xushlikka olib keladi. Bu qonni to'xtatmaydi. Ikkinchisi esa burunni qoqish, ya'ni burunni qattiq qoqish yoki burunni tozalash. Burunni qoqqaningizda endi tromblashib, ya'ni endi qotayotgan, endi trombobrazovaniya deb qo'yadi. Endi yopilayotgan sosudlarni yana ochib yorib, burningiz yanada ko'proq qonab ketishi mumkin. Uchinchisi esa quruq paxtani burunga qo'yish. Quruq paxta, ya'ni endi bitayotgan yaraga yoki qonayotgan sosudga yopishganda qurib qotma bo'lib, bu paxtani olganingizda ana shu tromblashgan sosudni yoki ana shu shilliq qavatini shilib chiqishi mumkin va yana qon oqishi yangilanishi mumkin. Hurmatli do'stlar, agar mana shu 3 ta narsani qilganingizdan keyin burun qonashi to'xtamasa yoki 20 daqiqaning ichida burun qonashi to'xtamasa, albatta 103 ga telefon qilib tez yordam chaqirishni unutmang. Sizlar bilan Doktor Sadikov. Like, podpiska, kommentariy va do'stlarga ulashishni unutmang. Rahmat.